Vaziyet ve muhakeme, hürmetli vatandaş. Biz başta ne dedik? Mesela partiya işçi, kurultay işçi, güreş, ziddiyetlenmişinde oturgu çıkıvatıdı dedik. Endi bugün Johnson C'nin ki bugün ki 18. günüdeki Tor filmide nime deyildi deysiniz? Matbuat çıkan vaxtıda bundaq işkiğiz gepni kıldı. Arlıqda ben sizlerge nime dedim? Wang Hu'nun sekreter buluşu mümkünken davet ediyor dedi. Bunu Wang Shuji deymiz mi, Wang Zhong deymiz mi degan gapni qilgan edim. Hozir endi Wang Hu'nun bilan xalq vakillar qurultayining boshlig'i Li Jianchao o'tirisidan chatoq chiqdi. İkisinin o'tirisi emas. İhtimal Reis Xi Jinping o'tirisida. Bunun sebebi qandaq deseniz, Zhu Xitwen, yani reisler sahnesinin katibi, Mishurang, Xitaycha. Shunda qilib tayinlangan edi. Buni da ochiq aytsangiz, bu qotimiz 20. qurultayning sahna töveni yoki sahnaga tushgan ya chiqqan ya degandek umumiy kayfiyat butun yig'in, butun qurultayning jarayonini Wang Hu'ning boshqardi deb belgilandi katib deb. Biroq bugun 18. kuni qurultayda kandidat a'zolarning tizimligini o'tirib qo'yib, ularni tonishtirish, tushundirish to'g'risidagi shunday bir navbatlik tartibda Wang Hu'ning qoldirilib qo'yildi. Uning o'rniga uning muavin katib bo'lib ishlayotgan Chen Shi degan odam o'tirg'i chiqib, kandidat partiya a'zolarini tanishtirdi vatandosh. Bundan Johnsonga o'zime hayron qoldi. Bu nima ish dedi. Tunigan Wang Hu'ning sekretar bo'ladi degandek gap o'tirg'i chiqardik. Shundami? Bugun Wang Hu'ning reislar sahnasining katibligini ya katibatning katibi bo'lib turayotganligini qoldirilib, uni muavin qilib belgilab bergan odam kandidatlarni tanishtirish tartibini tanishtirgan bo'lsa, bu Wang Hu'ning og'ir zarba degan gap. Birinchidan, Wang Hu'ning bu kandidatlarning ichida kimnidir yaratmadi. Yani hozir siyosiy byurodagi odamlarning hammasi Xi Jinpingning odamlari. Agar mush kandidatlarning hammasi Xi Jinpingning odamlari bo'lsa-mu, huquqni markazlashtirish degan gapning o'zi quruq gap. Nima ish bunda deymiz? Abstrakt aldı quruq gap. Konkretlashganda qandaq markazlashtirdi huquqni? O'zining do'stini yoki yanadagi birisini, o'zining yiroqdagi do'stini yoki yiroqdagi birisini yoki o'zi xushomat qiladigan, o'ziga qo'l bog'lab turadigan mushundaq odamlarni atrofiga to'playdi degan gap. Vaqtdagi partiyadagi intizomxona masala qobiliyatlarni ishlatish, qobiliyatsizlarni nera tur deyish kerak. Bunda nizomlar to'lig'i. Ular nerede qoldi? Shunga mushu nuqtada partiyaning nazariy ishlariga diqqat qilib kelayotgan yoki shuning o'rinlashtirilgan Wang Hu'ning buni rad qilgan bo'lsa, bugun o katibatlikdan tushirildi 18. kun. Mana buni ziddiyat deymiz. İkincisi, matbuot qanday chiqdi bu ziddiyatlarda? Ko'rasiz, birisi masalan Reis Xi Jinping Guangxi o'lkasidan kelgan vakillarning qatorida muhokamaga qatnashibdi. Li Jianshu nega qatnashdi xabarisiz? Ondan keyin bular shu nima qatnashgan muhokama yig'inida muhokama jarayonida so'zlagan so'zlarini vaqtida rima shinxoshi tarixda degan gap vatandosh. Qarab turing, Li Jianshuga kelganda Li Jianshu originalni elib kelib tahrir oldi qo'yib, mana bu shunday e'lon qilamiz deganda Li Jianshu buni fikr qo'yibdi. Men mani chiqarib, mani qo'y, ani ol deb. Xabarning egishli Jianshu da vatandosh. Shunaqmi? Deganda keyin tahrir uning unumapti. Yo'q debdi. O tahrirlik huquqi bor deyli. Shuning bilan Li Jianshuning so'zini rimmi riboda e'lon qilganda hammasining so'ziga avval cho'ng mavzu qo'yib, keyin kichik mavzu qo'yib, xabar qilib, anlatib, Li Jianshuga kelganda rimmi ribo cho'ng mavzu qo'yibdi, kichik mavzu qo'shimcha mavzu qo'ymabdi. Demak, bu yerda shinxoshi bilan Li Jianshu o'tirisi ziddiyat paydo bo'ldi degan. Keyingi bir torpilimida mushundaq ishlar to'g'risida gap chiqqan vaqtida Xi Jinping ras
matbuotni, Şinhuaşeni kontrol qilganim rost deb iqro qildi degan bir xabar keldi. Rossiyaligini qancha ikkinchi gap. Biroq gap bizning bu yerda so'z demoqchi bo'lgan emas. Hozir qurultoy ichida davlat rahbarlari o'rtasida kurash va fikr talash tortishlari, munozirdagi o'xshamagan fikrlar, o'xshagan fikrlar deyli. Bular matbuotga chiqqanda yuqorqidagi talash tortish, yuqorqidagi ziddiyat paydo bo'lgan bo'lsa, endi hozir partiya 20-chi qurultoydagi ziddiyatlar oshkor bo'lib matbuotga chiqdi. Lekin yana bir qadam qoldi. O qadam nima? Ismini atash. İsmini atamagan darajada hozir matbuotga chiqdi. Ziddiyatlar 20-chi qurultoydan jamiyatga chiqdi degan gap atandisha. Hozir endi keyingi saylovlar natijasi qanday bo'lib tunugin degan to'q Wang Huning sahnaga chiqishi, sekretarlik chiqishi mumkin dedik. Bugun nima dedik? Wang Huning hozir Jo'shitvan yoki raislar sahnasiga tayinlangan kadrlar o'rnidan elib tashlandi dedik. Şuna tunugin bilan bugun o'ttirisida mush ziddiyatdan qanchalik keskin elib berilganligini shundan ko'rib olasiz vatandosh. Atiganlikka endi Jungoning 20-chi qurultoyi va 20-chi qurultoydagi siyosiy chaqiriqlar boshida aytib 15 nuqtada fikr qildi Xi Jinping deb. Bu to'g'rida davlat majlisi a'zolarining masalan bo'libmi Rick Scott, senator Rick Scott apandining so'zlagan so'zlarini ayta anlatamiz. Buningda endisilar abstrakt so'zlardan konkret jarayonga kirishlar vatandoshlar. Xudo xolasa.